Neymiş baksana? Nişlanla oynab o'tadingmi, ha? Qulay tashlayapti. Ha, o'rganishni bek yaxshi qilib ketgan, imtihonni o'tolmay o'tading aqchani, ha? Chiq o'ynasang foydasi bor. Alfred ushmayga pulni qaytdi. Sen o'ylab bo'lgan narsani pulni qanday qaytarib ba? Ya pulim qaytqani, mafiyaga ushmayga. İçeride boylamsa? Yok. Elshad, mushundaq ketaversan boshlang'ichni bitirolmaysan. Opang chaqiray, maktabga kelsin. Ancha mama. İçeride panjarda geçti. Nima ish qilyapsa bu yerda? Ha? Darsdan tushganki uyga ketishni uqmamsa? Top o'ynayotsa shundami? Yo'q, opam endi keldi. Men japa tatib seni o'qitay. Sen mishda o'ynab shu o'rganish qilmayjimi? Ertaga menda japa tatib o'tirasa. Bu endi kelib o'tirdim, men top o'ynayman. Menga jiq gap qilmay o'rgatib topshirig'ini ishla. Gap qilmayman, yosh quloq. Nişlanla oynab o'tadingmi, ha? Qulay tashlayapti. O'rganish qilmaymish o'ynab o'tiramsan yana? Shuni qilib bo'ldim, shu yo'sagan. Ha, o'rganishni bek yaxshi qilib ketgan, imtihonni o'tolmay o'tading aqchani, ha? Ma'lumotlar bor sertifikatini men olgandim-a? Chiq o'ynasang foydasi bor. Chiq o'yna. Acaba bunu Alfred'e. Rahmet acaba. Adaş bu Alfred düşmeyken verip ilsiyattım. Kılımızını kaydıralım da. Ben oynap buldum. Ben kayıttaydı. Alfred ushmayga pulni qaytdi. Sen o'ylab bo'lgan narsani pulni qanday qaytarib ba? Ya pulim qaytqani, mafiyaga ushmayga. Sen mekile. Ushtuğum ana. Sen ufsat qabilma, ufsatdamaykenma. Ben sizga hozir yig'indan bir yasab beray. Men buni asli günish kompyuter olg'im bordi. Aşına puan kese geldi nasıl hesap vereyim? Ya valdi pulanı kaydı. Ya pulan kaydı. Size kendin birini beğendim o. Ya. Ben uçatıp bak ya. Qaytışını sen buldu. Qaysi ayrıqlarni uçudan uçtan yazsan uçacağımda balam bu ayrıqlar. Uçmaydı bu akla. Qaram ma'noda yazsan shirab uçudu. Sen birini yasab baqa? Ha, ma'qul. Mana. Ayrıqlarınıqa manfil şeyli. Rasmı? Ras. İçine içip görüp bakalım lan. Vaa, eski güneş kompüteri. Hoş oldun lan. Olam. Eski güneş kompüter ağın batırıp mindet bana demeyse. Şu sizin çapatası falan ki Hey bolam. Hakan çapatasımı mening bakıdığan 10 bolam barmı? Sen bir tal bolam tursan. Sen yaxshi o'qisan, men japatasam rozi bo'laman. Bulamda? Maktab yaxshi o'qigansan? Ma'qul opa. Asli sen menga qog'oz ayrıqlar yasab, bir qo'ydan setib pul deb mushlamoqchi ekansan-da. Qachon men pulab o'qiydim, jinim bola.
Qara bolam, men o'rganish kompyuterining iqtidorlari shunday yaxshiki. Sizlarning hamma darsliklar bor ichida. Sana topshiriqdan hech kim yetakchilik qilmasmi? Mushuni qarab ishlasang sana yetakchilik qildi ekan. Takror qila oladigansan, taxi shunday qulaylikka. Men takror qilib beray desam, yo'q, bu darsni tushunmasam bolam. Shundan o'tdim. Rahmat opa sizga. Yaxshi o'qing bolam, ha? Ma'qul. Amsa, do'stlaringizning men aeroplan sotgan pulni qaytaraytamdi. Ma'qul. Amsa jo'xtira bolam. Əsr markasidagi aqliy iqtidorliq o'rganish mahsulotlariga har qaysi joylardan hamkorlashuvchi qabul qilamiz. Aloqasiz telefon nomeri 189 99 98 99 91. Sen ana, sen bir topraqsan lava, sen buncha mehriban ayol.